O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga doir davlat dasturining 25-maqsadi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta'minlashdan iborat etib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan o'tkazilayotgan amaliy seminarlarda bunga doir vazifalarni ijro etish samaradorligiga e'tibor kuchaytirilmoqda. Navbatdagi anjuman mas'uliyatli ota-onalik loyihasi haqida muxbirimiz so'z yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan reja jadvalga ko'ra, mas'uliyatli ota-onalik loyihasini amalga oshirish uchun maxsus trening mashg'ulotlari ishlab chiqilgan. Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti olimlari navbatdagi seminarni Namangan shahridagi Nodira axborot kutubxona markazida o'tkazdilar. Unda ekspertlar o'zbekona qadriyatlar hamda xorijiy tajribalarni uyg'unlashtirgan, asosiysi milliy hamda umuminsoniy mezonlarga asoslanib tayyorlangan o'quv qo'llanmalari, ko'rgazmali targ'ibot vositalarining mazmun mohiyati bilan yig'ilganlarni batafsil tanishtirdilar. Seminarda viloyatimizning shahar va tumanlaridagi mahallalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faollari, kayvoni onaxonlar, oqila ayollar guruhi a'zolari va jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Ular dastlabki bosqich trenerlar sifatida tanlab olingan va mas'uliyatli ota-onalik loyihasini keyinchalik o'zlari istiqomat qilayotgan hudud, faoliyat yuritayotgan mehnat jamoalarida olib boradilar. Mas'uliyatli ota-onalik dasturining ko'zda tutgan maqsadi birinchi bo'lib ota-onalarning savodxonligini oshirish, oiladagi iqtisodiy bilimdorlikni oshirish, oiladagi psixologik va ma'naviy ko'nikmalarni shakllantirish, shu bilan birgalikda esa oilaning ma'naviy muhitini takomillashtirishga qaratilgan bosh g'oyalarni o'z ichiga oladi. Agar ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Namangan viloyatida shu yilning o'tgan davrida 6167 ta nikoh qayd etildi. Demak, shuncha yangi oila barpo bo'ldi. Oilalardagi totuvlik, bola tarbiyasi, har bir insonning jamiyatda munosib o'rin topishi ko'p hollarda oilaviy muhit barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq. Mas'uliyatli ota-onalik loyihasi ana shu muhim jihatlarni qamrab olgan va unda ko'zda tutilgan vazifalarni bajarish bilangina samaradorlikka erishish mumkin. Seminarda ishtirokchilarning mavzuga doir tushunchalari kengaytirildi. Faoliyatda zarur sanalgan uslubiy qo'llanmalar, tarqatma materiallar berildi. Hozirgi o'tkazilayotgan seminar treningi ahamiyati juda ham kattaligi, oilalar bilan ishlashimizda bular juda ham muhim o'rin tutadi. Ajrimlarning oldini olishda, oilalar bilan ishlashda bizga juda ham katta mas'uliyat yuklangan va bu mas'uliyatlarni bajarishimizda aholini xonadonlarga kirib shu ishlar bilan shug'ullanishimizda treningda olgan bilimlarimiz bizga asqotadi. O'quv seminari keng aholi orasida, ayniqsa yoshlarga mas'uliyatli ota-onalik mezonlarini o'rgatishni maqsad qilgan. Bu orqali sog'lom, barkamol avlodni tarbiyalash, milliy qadriyatlarimizga asoslangan farovon oilalar soni ko'payadi. Ekspertlar 2 kunlik seminarlar ilmiy, uslubiy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashuv asosida tashkil etilishi tufayli kutilgan natijani beradi deya ta'kidlamoqdalar.